Samakileki oynalarni o'tgan safar ko'rsatganmiz, har xillar deb aytdik. Hozir undan tashqari mana bunaqa, qaranglar, kafillarga o'xshagan zo'rlar chiqibdi, dekorativniy. Buni oshxonalarga qo'ysa juda ham yarashib turadi. Bular narxi 30 ming so'mdan bo'lyapti. 30 ga 30 oynalar narxi, ranglari ham har xil. Bular 40 ming so'mdan bo'lyapti. Bu yoq tomonni ham ko'rsatsangiz bo'ladi. Bu ham 40 ming so'm. Bitta mana bu dumaloq 15 ming so'mdan bo'lyapti. Ikkigan oshxonalarga qo'yganda juda ham yarashib turadi. Kafil-mafil qilib o'tirmaysizlar. Ustida chaqirib o'tirish ham shart emas. Shunda orqasiga kligidan ochib turib yopishtirsanglar bo'ladi. Mana buni ko'rasizlar, yaqinroq ko'rsatib bering. Juda ham zo'r. Kafilli effektini ham zo'r beradi. Kelgan bo'ladi. O'zi asnomnoy bu do'konda mana ko'rasizlarmi? Buni ko'rsatib o'tib ketinglar. Uzoqroq kadrdan ko'rsatasiz. Poketiyaga bo'ladi. Buni narxini hech bir qilib berasiz aka? Buni 15 ming so'm qo'yamiz, oxirgi model. Qanaqa yana tiyagalar bor aka? Bizda asosan bunaqa neoklassikalar chiqqan, ko'pchilik talabi shunda hozir. Ko'pchilik yo'qolib ketgan gulli tiyagalarimiz ham bor. Gulli tiyaga ham bor. Mana buni aytayotdingiz, bitta ochib ko'rsatinglar endi. Bular narxini hech bo'lyapti, razmer qanaqa? Bularni 100 ming so'm beramiz, 0.63 metr bo'ladi. Ko'pchilik PVC panellar qilishyapti, ko'pchilik tarog'ini. Samakleykasi. Samakleykasi bo'lyapti. Shunda PVC panel shunda bo'ladi. Keyin buni xohlasangiz to'g'rimacha, xohlasangiz yollamacha qilib qo'ysangiz bo'ladi. Eng oson usuli shu hozir. Telefon nomerlarini tashab ketamiz. Okalarga aloqaga chiqsanglar, arzon narxlarda olsanglar bo'ladi. Like, podpiska bosib qo'ysanglar, bundan ham qiziq, bundan ham arzonlarni ko'rsatishga harakat qilamiz.